Hop, Figma darslarimizning ikkinchi qismiga, uchinchi qismiga keldik. Biz oldingi darsda mana shu shakllar bilan ishlashni o'rgangan edik. Shaklni mana strelka и rasm. Hop, endi biz keyingi tool, pen tool bilan tanishamiz. Pen toolda ikkita bor, o'zi pen, o'sha biz Photoshopda o'rgangan pen tool va qalam, pencil. Endi yangi frame ochamiz. Frame altni bosib kopiya qilsanglar bo'ladi. Xo'p, frame ochamiz, pen tool olamiz. Bizda Photoshopda pen tool bor, xuddi shunaqa bu ham ishlaydi. Bosamiz va mana shunaqa xohlaganimizcha shakl chizsak bo'ladi. Buni fill qismiga o'tkazsak va stroke qismi bor. Bundan tashqari hozir oldin tanishganlarimiz hammasi bor bu yerda ham. Endi yana nima bor bu yerda? Pen toolda biz buni yopmasak ham bo'ladi. Mana fillni bossak, fill hech nima chiqmaydi, yopmaganimiz sababli. Uchiga oxirini tugatmaganimiz uchun. Buni ham burchaklari bilan ishlasak bo'ladi. Burchaklarni avvalini qilsak bo'ladi. Hamma burchaklarini agar faqat bitta burchagi bilan ishlamoqchi bo'lsak, bunga ikki marta bosamiz va burchagini tanlab turib, shu burchagiga mana avvalni beramiz. Bu burchagiga masalan boshqacha 100 yoki bu burchagiga 200. Shunaqa holatda bersak bo'ladi. Keyin biz masalan mana shu chizuvni o'rtasiga yana bitta nuqta qo'shishimiz kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'z mana nuqta turibdi, eng o'rtasi bu. Keyin sho'tga olib kelsanglar, pen tool plus chiqadi. Plusni bosasizlar, yana bitta nuqta qo'shiladi. Endi buni ham bundoq surib ishlatsanglar bo'ladi. Burchaklarni avvalni qilsak ham bo'ladi. Bu uchun masalan hozir boshqa chizamiz. Biz pen tool bilan ishlayotganda Photoshopda bitta nuqtani olib, ikkinchisini avvalni qilib ishlasak bo'ladi. Mana nuqtani bosib turib, mishkani bosib turib suramiz. Ikkinchisini ham mana bundoq qilamiz. Uchinchisini ham shunaqa qilib ishlatsak bo'ladi. Endi biz buni pen toolda oldin qirrali chizib olganimizda uni qanaqa qilamiz desek, ikki marta bosamiz va shu burchaga Ctrl bosib mishkani olib kelsanglar, mana shunaqa chiqadi. Bitta bossangiz mana shu holatda ochiladi. Buni keyin altni bosib faqat bitta tomonni yurgizsanglar bo'ladi. Yoki altni bosmasanglar ikkita tomondan yuradi. Buni uzun qilishinglar yoki kalta qilishinglar yoki o'sha alt bilan bosib faqat bitta tomonni to'g'rilasanglar bo'ladi. Endi bizda yana bitta toolimiz bu pen tool ichidagi pencil, ya'ni qalam. Qalamda biz xohlagan narsamizni chizsak bo'ladi. Bu ham xuddi vektor bo'lib tushadi. Mana buni ham chizib bo'lganimizdan keyin xohlaganimizcha rangini, stroke qalinliklarini o'zgartirsak bo'ladi. Figma bu vektor dastur bo'lgani uchun, ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar rasm tiniq. Ya'ni mana chegarasi piksel bo'lib, xira bo'lib ketmagan, hammasi to'ppa-to'g'ri chiziq. Figmaning qulay tarafi shu, ya'ni rasm sketchlab qilayotganinglarda ham hamma narsa tiniq holatda tushadi. Yoki mana buni kattalashtirsanglar yoki kichraytirsanglar sifati buzilmaydi. Xo'p. Endi masalan buni men kichraytirganni ko'rsanglar, stroke hali ham 56 turibdi. Kattalashtirsam ham xuddi shunaqa turibdi. Endi masalan men bunday katta holatda chizganimda ko'rsanglar mana aniq nimaligi ko'rinyapti. Lekin buni kichraytirganda bu hammasi birlashib chalkashib ketyapti. Shu uchun proporsional, ya'ni stroke qalinligini ham o'sha buni kichrayishiga proporsional qilib kichraytirishimiz uchun men bu klaviaturadan K ni bosib olaman. Ko'rsanglar mana strelkada ikkita strelka qalinlashdi. Endi shuni
kichraytiraman. O'shanda menda strokam ham bu o'zi ham kichrayadi. Buni boshqa joylarda ham ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, buni kichraytirmoqchi bo'lsangiz, anaqa qilib anaqa bo'lyapti. Qisqarib ketadi yoki o'sha strok berganingizda buni ham qalinlashib ketadi. Buni ham K bilan kichraytirsangiz bo'ladi. Keyingisi tool bizada text tool. Text tool va klaviaturada T ni bossanglar mana chiqadi. Bunga bitta bosamiz va yozamiz keyin. Birinchi matn. Endi men bunga xuddi o'sha Photoshopda qanaqa nastroykalar bo'lsa tekstda, bunda ham xuddi shunaqa bor. Masalan, shrifttura har xil. Hop, o'zimga mos yoqqan shriftni qo'yaman. Shriftda qalinligi, ingichkaligi har xil turlari. Hop, bo'ldi. Bo'laman. Bu shriftni razmeri 100 qilaman. Shriftni ikkinchi qatori, ya'ni qatorlar orasidagi masofa bu foizda turibdi. Xohlasam buni 100 qilaman yoki 100% o'chiraman. 100 mana. Keyingisi menda bu o'sha razmeri, bu harflarni o'zaro orasi degan masofa. 0% bu o'rtaga tekislash, chapga o'ngga tekislash. Bu menda masalan hozir ko'rsanglar, yana enter bossam pastga qarab ketyapti. Pastga uzunlashib ketadi. Men buni o'rta ham bossam tepa pastga bir xil kattalashadi. Endi men bunisini bossam, menda faqat tepaga kattalashib ketadi. Ya'ni tekstda shunaqa imkoniyatlari bor. Hop, bu rangi, bunga ham stroke bersak bo'ladi. Effektlar bilan keyin tanishamiz. Hop, bizga kerak bo'ladigan narsa bu yerda nima desa, shriftlarni, matnlarni bunaqa kattalashtirsak, xuddi Photoshopga o'xshab bu yerda unaqa kattalashmaydi. U uchun biz o'sha K ni bosib, keyin bunaqa kattalashtirishimiz kerak. Bizda bunaqa qiladigan bo'lsak, biz matnga chegara beramiz. Endi qarang. Matn 1 2 3 desam, o'sha mana shu chegaraga kelganda avtomatik bu keyingi qatorga tushib ketdi. Biz mana shunaqa qilib bunga chegara beramiz. Keyin bunda masalan menda uzun matn bo'lsa, shuni qisqartirish orqali buni ikkinchi yoki yana keyingi qatorlarga tushirishim mumkin. Photoshopda ham bor edi bu. Men tekstni mana bunaqa o'zim ramka berib ochishim mumkin. Shu yerga masalan xohlagan narsamni bersam, shu chegaradan chiqmagan holatda yoziladi. Bu imkoniyati ham bor. Buni ham xohlasanglar shu tekstni olib, tini bosib, yozib ketsanglar bo'ladi. Bu juda ham qulay. Masalan, sizda uzun matn bo'lsa, lekin siz buni 2 qator yoki 3 qatorga bo'lmoqchi bo'lsangiz, shunchaki mana shu chegarasini tortib bu yoqqa olib kelib qo'yasiz. Shunda o'zi avtomatik so'zlar keyingi qatorga bo'linib tushadi. Xo'p, keyingi bizda tanishadigan narsamiz bu yerda komment bor. Bu nima desa, boshida aytdim, Figmada bitta faqat siz emas, ya'ni shu proyektda o'zida boshqa odamlarni chaqirish orqali bir nechta odamlar bilan bitta proyekt ustida ishlasangiz bo'ladi. Endi shu ish jarayonida siz boshqa odamga feedback bermoqchi bo'lsangiz, shu joyi o'zida masalan kommentariy tashlab ketsangiz bo'ladi. Masalan, komment shuna bosasiz, matnni qizil qil deb kommentariy tashlab ketsangiz bo'ladi. Bu masalan keyinchalik siz ishlayapsiz, prezentatsiya qilishingiz yoki keyinchalik veb-sayt dizaynlarini qilayotganingizda bu juda ham udobniy bo'ladi. Sababi siz o'sha dizaynni qilib bo'lganingizdan keyin klientga uni sketchat qilib jo'natmaysiz, shunchaki o'zingizni faylingizni share qilasiz. Klient odam kiradi, ko'radi, qaysidir joyda feedback tashlamoqchi bo'lsa, aynan shu joyga feedback tashlab ketadi. Hozircha bizga kerak bo'lgan toollar mashina.
va qolgan to'llari bilan keyingi dizayn jarayonida o'rganib ketamiz.